Nuriy, sen uchun bugun shu shirinligini tayyorlayman. Tak, sut, glyukoza. Faqat men solaman glyukozani. Suvni quyamiz. Tuz 5 gram. Sari yog', toza sari yog' solish kerak. Sutni qaynatib olamiz. Qaynab chiqdi, un soldik, aralashtiramiz. Yaxshilab qovuramiz. Tayyor bo'lganda tagidan sal oppoq tagiga oladi. Oppoq bo'ladi. Massamizni iliq holatga kelguncha mana shunday qilib aralashtirib turamiz. Xamirimiz ilidi. Tuxumni 2 ga bo'lib qo'shamiz. Tuxumni yedirib oldik. Bunaqa mayin bo'lishi kerak. Massani strechlaymiz. Yarim soatga xona haroratida tindirib qo'yamiz. Krokoledini tayyorlab olamiz. Xamir uchun shakar, un va slichniy maslo. Qo'lim yordamida yaxshilab aralashtirib olaman. Bir xil massa bo'lishi kerak. Xamirimiz bir xil massa bo'lib oldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday qilib bir xil yoyilishi kerak. Yoyilishi mana bir xilda bo'lgan. Muzlatishga qo'yamiz yarim soatga. Yaxshilab qotib olish kerak. Morozitkadan chiqdi xamirimiz. Vimka yordamida shunaqa xamirchalar qilib olamiz. Xamirimiz tayyor. Moloq shaklda, nasatkada, mana nasatkada solishimiz kerak. Testamiz xamirimizga mos bo'lishi kerak. Pechga 200 gradusga 40 minutga qo'yib olamiz. Ketdi. Shuyimiz pishib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir kesib ko'rsataman. Ichlarini ham.